Mana nima uchun juda ko'pchilik bu fasaddan foydalanyapti. Qaranglar, devorlar shlaka buloy bo'ladimi, gaza buloy bo'ladimi, pena buloymi, xom g'ishmi, pishgan g'ishmi farqi yo'q. Qiysha bo'lsa ham ustakalarimiz to'g'rilab, tekis qilib urib berishadi. Qaranglar, juda trendga chiqdi 2025-yilda bu toshlarimiz. Mahsulotlarimiz narxlari 65 mingdan 110 ming so'mgacha, xuddi shu mahsulotlarimiz 85 ming so'mdan, miramirnilar 95 ming so'mdan, 100 ming so'mdan o'ziga qarab Xudo xolisa kelaverasizlar. Har xil variantlari bor, mana ko'rib 50 turibsizlar. xil varianti bor, 52 xil bo'ldi hozirgi kunda, lekin ichkarida showroomda ham juda ham ko'p variantlar. Shu fasadlardan sizlar ham ishlab chiqarmoqchi bo'lsanglar, qaydan o'rgansak ekan deb o'ylanib o'tirgansizlar, Gold Clinker yordam beradi. To'g'rimi aka? Bemalol korxonamizga kelaverasizlar. 130 dollardan 200 dollargacha qoliplarimiz bor. Arzonroq deyotgan aktivalarimizga arzonroq qilib ham beraveramiz. Sifatiga kafolat bermaymiz. O'zbekiston tugul Esengi davlat bo'yicha. Esengi davlati bo'yicha dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holda yetkazib beramiz. Qalblarni ham qalinligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Sifatlari yuqori darajadagi mahsulotlar. Gold Clinker o'zlarining Instagram kanali